Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Launcher ko'chirishni o'rganamiz. Qani ketdik. Uning uchun Chrome dasturiga kiramiz va Launcher deb qidiramiz. Va Enter tugmasini bosamiz. Va bu yerda mana shu sayt chiqadi va mana shu saytga kiramiz. Mana bu yerdan Skachat Launcher deb turib ko'chirib olamiz. Ko'chirib bo'lgandan so'ng mana bu yerda mana shunday nima chiqadi, Minecraft chiqadi va bunga kirishni eshitganingizdan so'ng Java ko'chir deb chiqadi va okni bossangiz Java'ni ko'chiradigan saytga kirgizadi va Java'ni ko'chirgandan so'ng kirib narsa qilib o'ynashingiz mumkin.